Endi bularnikimi shu xalqni oldishida nima deymiz, xalqni oldishida ziyolilarni oldirishtirib olib, masalan, ziyolilarning nomini oldirishtirib olib, Vankatovning bir gapi bor, bizni Dunyo Uyg'ur qurultayini hozir dunyodagi ziyolilarning 80% qo'llaydi deydigandek bir safsat bilan xalqimizni aldab kelyapti-da. Endi bunga qarasak, sallisi uyg'on supurus quruq bir ziyolilar bor, o'zini bosh mutaxassis, bosh strategiyachi deb mundoq so'zlab o'tirib, o'zining ekranlarida taqdim bag'din yaramas nazariya so'zlaydigan ziyolilar bor-da. Qarasa, qalpog'i bor doktor deb. Yana bir ziyolilar bor, kunda o'zi ekranni ichib o'tirib shu qurultayni maqtab qilgan ishlarini, yo'q ishlarini qo'shib qildi deb so'zlaydigan, maqtab o'tiradigan ziyolilar bor. Endi sizmi shu xalqimiz orasida tanilgan bir ziyolilarning birisi bo'lishingiz suhbatingiz bilan bu shu gap qanday qaraysiz? Ya'ni 80% ziyoli ularni qo'llaydi deydi. Ham bu ziyolilarning roli, masalan, hozirgi diasporadagi ziyolilar o'zlarining rolini to'liq joriy qildiryapti. Bu birincisi Uyg'urlarda strategiyachi yo'q. Men dedim-ku boshda, Uyg'urlarda strategiyachi bo'lgan bo'lsa, biz bu qatliamni ko'radigan bo'lardik. Hech qasimiz ko'rmadik. Shunga strategiyachilar kundalik xabarni analiz qiluvchilar bor bizda. Kundalik xabarni analiz qilish strategiyaga kirmaydi. Strategiya degan o'tmishdagi siyosiy va ijtimoiy hodisalarning ichidan ma'lum bir andizani asos qilib turib, uni hozir tatbiqlab, uning kelgusi yuz berish ehtimolligini aqliy bir yo'ldan qiyos qila olish iqtidorini ko'rsatadi. Dunyodagi siyosiy strategiyachilar bir necha yuzlashni oldin ko'radi. Hattoki hozir masalan desak, Amerikada hozir Trump bilan Bidenning o'rtasidagi mushu hozirgi saylovni oldin ola ko'rib, Amerikaningki oldingi 4 yillik, ya'ni Trumpningki keyingi 4 yillik hokimiyat ishlarini bilib, yezib qilayotganlar bor. Buni hammasi palsanmaydi. yoki ular bir vahiy kelmaydi. Ular faqat ilmiy sansifirlarga tayinib turib, analiz qilish orqali kelgusi 4 yilni ko'rdi. Uyg'urlar kim bor kelgusi 4 yilni ko'rgan? Hech kim yo'q. Ko'rgan bo'lsa, men nimani ko'radi, ma'lum qat'iyam shu o'zimizni oldimaydi strategiyachi falan tashkil degan. Bu bir. Ikkinchisi, masalan, ziyodilik nuqtasini chiqib deydi-da, bizningki mushu qat'iyam bo'lgandan beri, masalan deydi, ingliz tilida Uyg'urlarningki o'zininki tilida yozgan xalqaro gazetlarga chiqib yozilgan maqolasini nechisi bor. Amerikada bu qadar chiqib nima deymiz. Hozir mushu agar ziyoli bo'lsak, masalan, Avcinin buning deydigan birisinin gibi var, Rossiyalik, hozir ma Uyg'urlarningki, Uyg'ur Pals deganda guvohlik beradiganlarni chiqtirib qilyapti-ku. Asli Uyg'urlar bilan ishga, ana ish qilyapti, yaxshi qilyapti. Aşan bir git var, şu katliam başlangan vaqtda men endi Uyg'urlarningki bu katliamı üçün bir hasbek qo'shish uchun o'zimlar butkul tadqiqotlarni, butkul planlarni bir taraf qayirib qo'yman dedi. Chet ellik, Rossiyalik bizde chet elda o'zimizning ishini bir yoqqa qayirib qo'yib, bu ishga boshlab kelgan ziyodi nechisi bor. Qancha maqolani yozdik. Ançılık hiç olmasa Twitter'ga kirib, biz bildiğin İngilizce bilen. Biz Uyg'urlarga qo'yatmak asan, Uyg'urlar aldı qo'yatlardan andan bayanan post doktum yoki yana doktoratim deb qo'yib bizga bunda cho'ngchilik qilmak yaman oson ish. Ammo g'arblikning oldida ayadagi Xitoylar Twitterga kirib baqsanglar, Xitoylar zarba berdi sizga, g'arbliklar zarba berdi yoki sizning gapingizdan futatapdi qatorliqlar. Agar bu yerda azroq bilimingiz bo'lmasa, kaldingiz tushun olmasa, yaman biroq shiraqshib qo'ydigan ya bu. Mushunada qanchamiz bor. Anda nurg'unlar ushshaq ishlar bor. Masalan, coğrafiyada o'qiganlar bor, masalan, vatandagi ashu cheqilgan, o'qilingan ashu masjidlar, o'rinlar, yana hammasini masalan biz tushunayapmiz, biz qilishimiz kerak deb ashna. Yani analitik ayollar huquq deymiz, bolalar huquq deymiz, masalan, bütün mush chiqayotgan uchurlarni xotirlash, bu uchurlarni kirishtirish, mush qat'iyam to'g'risida bir tadqiqot olib berish. Masalan, biz Uyg'urlarni chiqsak, 700 doktor bor, ammo og'ir ming foiz bu doktorlar bu millatga masalan. Bu dünya Uyg'ur og'ir kirmasa, bir şey kirmasa bo'lmaydi. O'tirib chiqish kerak, dunyoda bilinish kerak, dunyoda bizni bildirish kerak bu doktorlar. Ana lekin Rossiya bildigan nurg'un odamlar bor. Rossiyada biz to'g'riliq nimalar yozilib
Arapça bildiğin ne yüzlegen ballar var. Arapçayı Kur'an okuş için önemli etmez. Nima için Arapça o kadar cık narsa yazılmaydı bize kadar ya özümüz yazmaydı bunu. Türkçe hatta ki bir bala doktorluk kirgen bir bal dedi aka Uygurluk to'g'ri tuzuk Türkçe material yok dedi. Qat'iyam to'g'risi material olmadı. Bunu nima deymiz? Şu. Bu şu siyasi qildigan ishlar to'g'ri shu. Men nomus qilaman bunda ishlarni bombaqalik o'zimizning ziyolilardan. Bu seninki bu unvan, tadqiqat deganlarning hammasi, bularning hammasi hamma daftarlarga ishlar, o'qish, qilish bo'ldi. Ammo kimga ishlash, qanday ishlash bu abad siz degandek agar ziyolilar millatning vijdoni bo'lsa, yoki bo'lsa, bu yomon ters ish bu. U vaqtda burish to'g'risidan bu ziyolilar mana bu ishlarni qilgan bo'ladi. Ammo ishni qilmayotgan ziyolilar yo'q emas. Ba'zi ziyolilar qo'ldan kelishicha ba'zi ishlarni qilyotdi. Ammo lekin endi bu yer ziyolilar ishi kelaydi. Ziyolilarimizda bizning ziyolilarimizda bir xil qop yuraklik, qo'rqmaslik bunday bir narsa 70 yillarga asosan shakllanadi. Nima uchun? Chunki Xitoylar ziyolilarni boshdan oxiri o'zining siyosatlarini xalqqa tushuntiradigan bir vositachi sifatida foydalanadi ziyolilarni. Ziyolilarga o'rin berish, imtiyoz berish va maosh va boshqa shakllar orqali o'zi kutgan ashu ish soldi ham ularning kallasini intan qattiq kontrol qilish orqali Uyg'ur xalqini kontrol qilishdak mana shunday maqsadga yetdi. Demak, Uyg'ur ziyolilari hech zaman o'zi degan bir paytda o'zining nimasini, irodasini ishga oshirishga yo'l qo'yilmay keldi. Ana lekin bag'ansiri shaxsiyatchilashib, faqat Xitoyning siziqidan chiqmadiga keldi aloqasida. Shu bu xil hodisa bizning chet elga chiqqan ziyolilarimizmi ichimizga singib ketgan bir Xitoyga bo'lgan bir qo'rqinch, Xitoyga bo'lgan bir xil cho'qinish hem özümüzün nihayetinde bir aletine köştüşek, özümüzün sayısı bulduğundan bana bu şundan bir xil haletine umumizlik bir şekilde. Bu bana kadar nememez, bu arada Avustralya'da gelemez, bu ben dünyanın nurgu yerlerinde gördüm bu konu. Ziyalilardaki bir xil korkunuş hadisini. Şuna gepimga qaytib kelsam, gepim qaytib kelsam, chet elda xalqimizningki hozir bizningki shu nomdor ziyolilarimizga bo'lgan g'oyat zo'r bir ihtiyoc var hozir. Her qaysi sahalardan Uyg'urlarning yo'qolayotgan nurg'unlagan qadriyatlari va ularning tadqiq qilinishi, ularning saqlanib qilishi va ularning dunyoga tunishtirilishi intayin muhim o'rin turayotgan bir vaqt turyapmiz hozir. Mana bu shunday vaqtning o'zida bir necha yil bo'lsa-mu Uyg'ur ziyolilarining o'zining tadqiqotini yoki boshqa ishlarini bir tarafga qayirib qo'yish badalida bu ishni jiddiy qilmasak bizga jiq vaqt berilmadi. Bizga jiq vaqtimiz qolmadi. Men shunchaki narsa deyaman ziyolilarda. Hozir xalqimiz ziyolilarningki kimning nima ish qilayotganligini bak aniq ko'rdi. Bugun xalqimizga xizmat qilmagan ziyolining erta xalqimizga xizmat qiladigan vaqtimi fursat bo'lmaydi deydi. Hozir qiladigan vaqt hozir. Qiladigan bizning obyektimiz bizning xalqimiz. Ana lekin eng asosiy bir narsa desam, Bulayman G'arb ziyolilarni nes qilaman, Uyg'ur tadqiqotchilarini nes qilaman. Har vaqt masalan tadqiqotda biz obyektlar sirtqi munosabati deymiz bu. Biz tarixdan beri boshqalarningki tadqiqot obyekt bo'lib kelgan bir millatmiz. Masalan biz to'g'risida nurg'unlagan sayohat xotiralari yozilgan, dala tekshirishi yozilgan, antropologiyalik, masalan tilshunoslikqa oid va boshqa sohalardagi tadqiqotlar yozilgan. Buningda biz jo'digan vaqtda boshdan oxir bir obyekt sifatida kuzatiladigan bir xalq sifatida keldik. Shuni endi hozircha degan vaqtda buni Xitoydan shuna tadqiq qildi, keyin g'arbliklarni kirgizmay yoki g'arbliklarni chekinib chiqib Xitoy qaravotda Xitoy shuna qildi. Bizningki endi chiqib vatanga tursin chet eldagilarningki o'zimizning obyektlik o'rnimizdan qutulib o'zimizning subyektiv o'rniga chiqish, ya'ni o'zimizda tadqiq qiladigan, o'zimiz uchun so'zlaydigan va o'zimizning dardini o'zimiz anlatadigan va o'zimizning tadqiqotini o'zimiz qiladigan bir vaqtga keldi. Ben Twitter'da jiq ko'raman. Twitter'da ko'plagan Uyg'urlarimizningki bularga ba'zi ziyolilarimizning da'vatini keltirib faqatla dard to'kish. Analiz, o'zimizning qarashlarni o'tirib qo'yish, Xitoyningki ba'zi bir siyosatlariga
ba'zi bir nayranlarga va ba'zi bir hodisalarga qatta mustaqil bir baho berish yanimizdagi ko'p tubanligini his qilaman, ko'raman. Nima uchun deyapman? Bizda erkin bir ruh, tanqidiy bir ruh bilan o'tirib chiqib turib, o'zimizni boshqa millatlar bilan teng o'rin qo'yib turib, o'zimiz emas, hatto dunyoni baholaydigan bundaq bir ziyolilarni bek oz ko'raman. Qalbimiz bizning qat'iyamimizdir. Hatta bo'lsa yig'lab qaqshab bizni mandaq qilib bordi deyishgina qoldi. Albatta deyishimiz kerak, chunki hozir bu bizning birinchi nurma qilgan ishimiz bu. Ammo shuning bilan bir vaqtda o'zimiz to'g'risida o'zimiz mustaqil bir narsani deyamisak bo'lmaydi. Ammo bizni degizmaydi ekan. Nurg'ulg'a odamni xohlamaydi buni. Ammo xohlamasa o'zimizningki kelgusi haqida o'zimiz tushuntirib o'zimiz gapirmasak bo'lmaydi. Buningda ziyolilar roli intayin zo'r. Men buni ta'kidlab qo'yaman. Tamam. Hem sizin bayağı bir akıllı tasvirlep öttünüz, yani şu çetelge çıkan ziyade, vatandaşı ziyadeler hakikaten Xitay Komünist Partisi'ndeki meyli bisim olsun, meyli terbiyesi olsun, bir kıl sadıklık ideyisi de işletti ve yaşaydı. Çetelge çıkan dikin erkin dünyadan uçuraştı. Halkımızdaki içiniş ahvalini vatandaki vaxtıdan mı inıqraq bilip aldı mesela. Bunda aletте adam deganning vijdon degan bir nimasi bor. Vijdon qo'zg'alish kerak. Vijdon g'idiqlanqanda vatanga, millatiga haqiqiy ish qilib berishni, bo'libmi bilimi bor ziyolilarniki ish qilib berishni o'ylaydiganlar tabiiy. Ammo nihoyatda afsus endi oz bo'lmagan xalqimiz eng cho'ng ziyolilarimiz deb hurmatlaydigan ba'zi nihoyatda aqlli insonlarimizniki shu boy biz tilga olib o'tgan suiqasdlarni, shu qadar ochiq oshkor suiqasdlarni ko'rib turib, yana uningga yon besishi, hatto Vankatovning gapni deyishiga asos berishi, ya'ni 80% ziyoli mening atrofimda deyishib asos berishi, ularniki siyosiy ko'z qarashiniki mujmalligidanmi yoki hozirgi shunday qo'rqinish ichida yashayotganligidanmi yoki vijdonining yetarli emasligidanmi sizcha? Menimcha, mandacho bu mesela eğer Dünya Uyghur Kurultayı'nınki etrafında 80% ziyali olsa, bunun sebebini manda düşünmem. Eğer rasmi olsa aşkım, rasmi de duruyor hazır. Yani bu ziyalilarınki köp kısmı muşunda bir Dünya Uyghur Kurultayı kabi bir teşkilatta ihtiyacı olar. Neymiş için dese, azrak vicdanı pıcıldaydı olanınki. Şunun için bir işini kılıp, uya bir yere körünüp, özünün bir işini kılavatkandak bir görünüşünü arzu buldu. Onun üstüne bazıları milli burçta kalsa, bazıları milletindeki nezirin çıkıp geçişten masal ensireydi. Ama Dünya Uyghur Kurultayı bulanı çokum Şarkı Türkistan'daysan, Uygur'u çokum müstakil kılmen deysen, bunun için can menimden keçmen, bunun için hemen keçmen deyse demeydim. Şuna bu ziyaliler çoksa uyarda can bakalaydı siyasi cihetten. Ancak Dünya Uyghur Kurultayı bunda ziyadeliğime amara buldu. Neyim için diye vakti bunda ziyadeli tenkit çıkarmaydı o. Mama okşaş, tenkit kılıp, yamanatlık bulmaydı, boğuz yok bu ziyadeliği. Hatta demeydi. Çatırıqa qarab, köpüsü çatırıqa qarab oturalaydı o. Bunda boğandayken her şeysi bir-birisiga ihtiyacı var. Bu Qashqarcha desek bu ne? Aptaqı şaptı, toğırlıqı merazda deyen gap buldu. Endi, nimeni alayman? Talih Xudoyarni alayman. Ben Amerika'da bağa baktığımda bir 2-3 ziyali valla bunu çılladı bana. Talipler. Buna mesela Dünya Uyghur Kurultayı'na tevbe yaşını kollaydıgan ballar da bunlar. Ben dedim bunlar da salihten demiş kıllayısılar. Dedim ben bir tuluk düşüncet cevap da bu bala ne? Desem bu dinçi esabi bu. Dedim. Bu her kanca dinçi esabi boğusumu muşununki muş bayrakını Aksaray'dan aldığı kötürep turuşumu bir çoğun iş bu dedim. Bunu hiç ateşken kılamız mı? Kılamız mı? Bu yaman çoğun iş bu. Eğer şu namayişlik kılımızda ilgili halkını aldap kelgeldi mi namayişlik bir ayaklanmadı. Ama sahip kıldı bunu. Ben şu ziyadeli dedim. Bunda boğan bolsa hatta ki bir şu kadar gitmedi dedi. Vay, onun bir tukunuma birisi onu sarandaydı ki. Demek bu sarang oldu şunda mı sen dedi. Bunda olsa ben Salih bilen köreştim. Ben şu bayrak, ben Salih'de şu bayraklı sılığı versin. Sılı şu yerde çıkıplık vaktinlerini elip aşağıda namayişini kılınlar. Salih büyük kırkesi sılı üzerine bildiren şu anlatı olanlar.
Demokratiya, erkinlik degan shu anda to'lanlar sali yo'q bunday qilmaymiz. Nemish bunday qilmaysizlar desak, salini qildigan biz nemish sali nimani setib olib bordi. Sali sizga vatanning nimasiga qancha ziyonsiz bordi. Mana bu deb bering shuni. Deb beramidi. İspat göstermedi. İspat göstermedi. Hoş. Onda olsa gap Salih emas, balki sizlarda. Chunki sizlar Salihni yo'qotmasanlar, Salih sizlarga besimchilik deydigan Sharq Turkiston deysan, mustaqillik deysan, hamma nimani ataysan degan 3 oltin prinsipni saran sizlarga ular chiqyapti. Buni qiyg'in yo'qsa mumkin. Buni qiyg'in yo'q. Buni demaydigan bir tashkilot bor. Bu teşkilat dünya uyumu. Şunu yine de ben onda var. Çünkü bu teşkilatında jilde bir jığını çakırıp koydu. Çay oynayışlar, kayıt işler. Ama Salih çünkü vakta ıssıkta, sokakta, yağmurda, kışta ayağında dırıldap durup, bayraklarına çıl tutup çıkıtırıp durup, toxtumay vakıraşka ündeydi. Bu sana ilgili. Gel şu bir Doğru. Doğru. Benim için o asaslık sebep şu. Yani az bo'lmagan odamlar shaxsiy manfaatga kelganda u vatanning manfaatini og'izdan deb qo'yilgan amaliyotda ko'rsatmaydigan qurbon berish ideyasi yetarli emas. Shunday odamlar ko'p bo'ldiki oramizda. Xalqimiz yana qanday qilmoqsin uning qalbga qarab doktorlik unvoniga paloniyada ishlaydi degan nomiga qarabla voy hocam voy deb tonlarni kiygizib, do'ppa kiygizib, beshida ko'tirdi, ya'ni so'rin qilib birdan yurib o'tdi. Aleyhimullah.